mingdan chizdim. Donasi 8 mingdan. Gruppada ham, do'kondagi ham hamma klientlarimizga bir xil narxda. Yo'q, bular Lyon Paplin. Xabar bor-a boshi. Oyoq. Eng yaxshisi qaysi? Eng qimmati eng yaxshisi. Bular 23 ming metr. Shifon bormi, yo'qmi? Hı? Shifonlar. Bor. Hozir rangi qanaqadir. Nimalarga qo'yishga bo'ladimi? Men bu kanifada uyga ketaman-da, o'shanga ota-onamga. Ha. Yaxshi Bu kachistasi. qimmatroq. Bu kachestvasi zo'rligi uchun shunaqa. Yaxshi narsa oling deyman. Yo'q, o'shancha deyapman. Voy, ehtiyot qiling. Chiqib oling. Bular 20 ming metr. Bular sifati yaxshi. O'zi 25 sotayotgandik. Yana ham arzonroq bo'lsa deb 23 qilib qo'ydik. Lekin bozorda bular 60 mingga olganlar ham bor, 50 mingga olganlar ham bor. Kelib turib aytishyapti, "Voy, men bozorda shunchaga olib qo'ygandim. Men shunchaga olib qo'ygandim." deydiganlar bor. Biz optim bo'lgani uchun arzon sotamiz. Biz 5 normal o'rta. Ha, o'tib. Kechki 5 gacha ishlaysiz. Bu shifoningizni metri qanchada? 13 rey shifonligi. 13 rey.